Nima deb o'ylaysiz? Tizim qanchalik xotirjamlikka sabab bo'ladi? Xotirjamlik qanchalik odamlarga qiymatli hisoblanadi? Shu haqida gapirib bersangiz. Tizim bu brilliant bo'lsa, brilliantni hamma ham bila olmaydi qayerdan topishni. Chunki noyob narsa-da, uni qidirish kerak. Tizimga misol keltiradigan bo'lsam, Alloh taoloning har bir yaratgan narsasida tizim bor. Har bir narsani tizim bilan yaratgan. Misol deylik, odam organizmini agar qarasak, odam organizmi katta murakkab tizim hisoblanadi. Uni ichini ochadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, uni ichida ko'p tizimchalar borligini ko'ramiz. Masalan, nafas olish tizimi, qon aylanish tizimi, tayanch harakatlanish tizimi, endokrin tizimi. Tizimlar borda. Endi u tizimlarning ichiga kiradigan bo'lsak, har bir tizimning ichida organlar bor. Har bir organ bir-biri bilan hamohanglikda ishlaydi. Bir-biriga xalaqit bermaydi. Qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni shuni natijasida tizim ishlashi natijasida inson, siz masalan o'ylab ko'rganmisiz, men bir kunda necha marta yuragim urish kerak, necha marta nafas olishim kerak bir kunda deb o'ylab ko'rganmisiz? Yo'q. Chunki sistema shu darajada qilinganki, sizga hojati yo'q buni o'ylashga. Sizsiz ishlaydi. Yuragingiz ham, pochkangiz ham, oshqozoningiz ham, boshqa organlaringiz ham. Zo'r. Sistema shunaqa. Biznesda demak tizim bo'lmasa nima og'riqlar bo'ladi biznes egalarida? Ko'pchilik o'zi bilmayapti, qayerdadir muammo borligini, shu normal holat deb o'ylayapti. Tadbirkorlar bilan ishlashda shuni tushunyapman. Nima muammolardan bilsa bo'ladi biznesda tizim yo'qligini? Qanaqa og'riqlar odatda kuzatiladi biznes egalarida? Tizim yo'qligi sababli. O'zi tizim yo'qligi sababdan ko'p muammolar yuzaga keladi. Misol deylik, birinchi o'rinda korxona o'smaydi. Xodimlar tomonidan juda ko'p muammolar yuzaga keladi. Foyda stabil emas. Bir kun bor, bir kun yo'q. Bir kun bor, bir kun yo'q. Kengayish qiyin. Chunki hamma narsa biznes egasining o'ziga bog'liqligi sababdan, chunki bu ham tizim yo'qligidan. Hamma narsa biznes egasiga bog'liq bo'lib qolgani sababdan kengayish qiyin bo'ladi. Bu biznesni keyingi avlodga topshirish qiyin. Biznes egasiga biron nimalar bo'lib qolsa, o'lib qolsa, kasal bo'lib qolsa, qolganlar bila olmaydi, qanaqa qilgan bo'lardi biznes egasi u bo'lgan paytda. U yo'q. Hamma narsa miyada. Shu natijasida davom ettiruvchilar to'g'ri davom ettira olmaydi. Muvaffaqiyatli tajribalar davom etmaydi. Shu natijasida sekin-sekin so'nib, sekin o'lishga ham sabab bo'lishi mumkin. Buni bilasizmi nimaga o'xshatsa bo'ladi? Tasavvur qiling, tizimli bir biznesni bir mashinaga o'xshatsak. Tizimda shunaqangi narsa bo'ladiki, agar o'sha elementlar bo'lmasa, mashina yurmaydi. Agar o'sha elementlar bo'lmasa, biznes yurmaydi. Shunaqa elementlar bor va shunday elementlar borki, agar ular bo'lmasa, baribir biznes yashayveradi. Misol deylik, shunaqa joyi ham bor. Tizimsiz ham bizneslar yuraveradi. Ana endi masalan, mashinani tasavvur qiling. Eshigi bo'lmasa, mashina yuradimi, yo'qmi? Eshigini olib tashladikda mashina yuradimi, yo'qmi? Yuradi. Yuradi. Labovoyni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Yuradi. Ana labovoyni tozalaydiganni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Kreslo sidenyalarni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Eplasa bo'ladi. Aytaylik, tormozni olib tashladik, yuradimi, yo'qmi? Yuradi. Yuradi, faqat nima deydi? Tormoz bo'lmaydi. Joyida to'xtamay qoladi. Ana endi qarang, motorni olib tashlasak yuradimi? Yo'q. Mana shu joyga endi keldik. Ya'ni motor, shunga o'xshagan muhim joylar borki, ular bo'lmasa mashina yurmaydi. Demak, hozirgi tadbirkorlar faqat motor bilan, to'rtta ballon bilan yuribdi. Hamma gap shundaki, nimaga shamol kiryapti, nimaga to'xtatib bo'lmayapti, qayerga borib uryapti, demak shundan bilsa bo'ladi. Hamma gap shundaki, kerakli joyda tormoz ishlamayapti. Hamma gap shundaki, mabodo agar tosh uchib keladigan bo'lsa, labovoy yo'qligi sababdan juda ko'p odamlar peshanasi yorilgan. Xavf shundan iboratki, shamol kasal qilyapti. Ya'ni ana endi tasavvur qiling, chetdan kirib kelayotgan tizimli korxonalar. Misol deylik, mana xitoyliklar kirib kelyapti. Men o'sha nimani Chilonzor yo'lini qaraganimda bir 5-6 ta Xitoy korxonasini, ofislarini, restoran ochgan ofislarni ko'ryapman-da. Shu yil hisobiga, ya'ni o'tgan yil hisobiga prognozlar bo'yicha aytishdiki, 500 ming xitoylik kirgan. Shu natijasida ana endi bizni o'zbek tadbirkorimizni biznesini agar o'sha labovoyi yo'q, ruli yo'q, uni yo'q, bunisi yo'q mashinaga o'xshatsak, endi Xitoyni kompaniyasi kelganda uni hamma narsasi bor. Endi shu holatda raqobat qilish kerak. Demak, manzilga u tezroq boradi.